kichkimizda yapchon bo'lgan jamoat turining etish usuli qandaqdir do'stlar? Shirak berib saqlab olib, sizlarni oilada sinab yiqinglar. Salom do'stlar, navqiron oilamiz xush kelibsizlar. Bugun 23 soatlik darsimizni boshlab ketdik. Ashimgilarda do'stlarning huzuriga nimsulimiz bugun. Do'stlarning huzuriga bugun ipkaginimiz jamiyat tur. Bu damsak kerak materiallarimizni ko'rib chiqaydi do'stlar. Buning ketarli materiallar un, odatlik un 610 gram, shakar 90 gram, poda, soda, ximiy turuch 4 gramdan. Lekin bunun ichiga soladigan tuxum bir tal, suvmay 90 gram, buningga ketadigan suv, muvofiq suvni shu xamirning ching bo'shliqqa qarab tanishaymiz. Mana qiyamga ketadigan shakar. Buning suvi 90 gram, tuxum bilan suvmayni to'kdik. Endi buni suv bilan sug'urib olamiz. Xamirimiz mana shunday bo'ldi. Buni yug'urib olgandan keyin 15 minut tindirib etib, inadiki ishlashga boshlaymiz. Mana bu xamirimizni, iltimizni shu 8 sant atrofida kessanlar bo'ldi, va kesib. Bayonqi qiyam qishligimiz degan ma'lum shakarimiz 350 gram, 90 gram suyimizni shakarni ustiga qo'yib, buni o'tga qo'yib o'tda eritamiz. Mana endi qiyamga ilashtiramiz. Takshi ilashtirib bundoq. Bir-biriga chaplashib oqirdi. A few moments later. Mana do'stlar, jamiyat turimiz tayyor bo'ldi. Bu cho'nglarni ayt yaxshi ko'rdi, buni yumshoq, yeyishlik, dasturxonlarga ayt yarashadi. Qanaq do'stlar, uygun oldinglarmi? Etish usulimi bak oddiy, materialimi bak oddiy. Bizning bilan jo'q qilishni unutmanglar. Texnik yaxshi mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Xayr xo'sh do'stlar.